Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Men Fatima Jo'rayeva yana sizlar bilan ko'rishishga ahd qildim. Bilasizmi, bugungi kunda yurtboshimiz olib borayotgan adolat ustuvorligi yo'lida olib borayotgan katta islohotlar zamirida ijro organlarining naqadar sustligi va o'zlariga o'xshagan o'zlarini bir har xil yo'nalishlari bilan qonun ustuvorligini ta'minlashdan qochayotganligi haqidagi daliliy isbotlar bilan bir ko'rsatib, yuzlariga oyna tutmoqchi edim. Oliy sudimiz, Bosh prokuraturamiz, Ichki ishlar vazirligimiz va boshqa qonun himoya organlarining yuqori turuvchi organlari bilan to'g'risini aytsam hamkorligim bor va ularning o'z vazifalariga vijdonan yondashayotganlarini guvohi bo'laman-u, lekin o'shani berilgan murojaatlarni ijro uchun yuborilgandagi nazoratlarida eng quyi pastdagi ijro qiluvchi organlarning ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi o'yinlari butun bir tizimni yomonotliq qilib qo'yishga urinayotganligi achinarli. Men shundan juda ham xafa bo'laman. Mana shu narsani oyna qilib tutqizib, ijro organlarining ham mas'uliyatlarini bir o'zlariga eslatib qo'ymoqchi edik. Assalomu alaykum Soljon aka. Alaykum assalom. Deymiz aka. Sog'liklaringiz yaxshimi? El yurt xizmatdan charchamay yuribsizmi aka? Allohga shukr. Nima bo'ldi aka? Yana ham hujjatlaringizni ko'ryapman. Haligacha to'g'risi kecha gaplashganimizdan beri to'g'risi uyqum ham kelmadi hattoki. Bu bunchalik narsa qanday bo'lyapti bu narsalar? Aytib bering, iltimos. Fotimaxon, bilasiz, men xalqaro inson huquqlarini himoyalash mustaqil tashkilotining Farg'ona vodiysining Andijon viloyatidagi vakiliman. Inson huquqlarini himoya qilish to'g'risida ko'p ishlar olib borganman. Ko'p ishlarni internet tarmog'ida yoritganmiz. O'shanda tanishganmiz o'zingiz. Meni hozir qiziqtirayotgan narsa, prezidentimiz shunchalik juvon kuydirib, xalqimga bo'lsin, to'g'ri adolatli davlat quraylik deb masiga qaramasdan ba'zi bir oyoq yerdan uzilgan deymizmi, rahbarlarmi yoki xodimlar Shahrixon yer kadastr va Qumtepa mahalla fuqarolar yig'inining noqonuniy qonunga xilof qilgan ishlarni, jinoiy qilmishlarni berkitishib kelyapti. Bu to'g'risida juda ko'p nimalar bo'lgan. Bular to'g'risida shu ish aniqlangandan beri murojaatlar qilamiz. Prezident portaliga, Bosh prokuraturaga, Oliy Majlis qonunchilik palatalarigacha yetarli fakt dalillar bilan murojaat qilib, murojaatlarimizni topshirib ketganmiz. Bu murojaatlarimiz qonun o'rganish Andijon viloyatiga yuborilyapti. Andijon viloyatidan Shahrixon tuman prokuraturasiga, ichki ishlariga, hokimliklariga yuboriladi. Mutasaddi rahbarlar qonuniy hujjatlarni inobatga olmasdan aksincha turli hujjatlarni soxtalashtirishib, qayta bizni tuhmatchi, g'iybatchiga aylantirishga urinadi. Obro'yimizni yetib kerak. O'zlarini yuqori turuvchi organiga yolg'on ma'lumot beryapti. Yolg'on ma'lumotlar berayotganiga hayratda qolasiz. Mana shu yerdan bittasi Qumtepa MFda joylashgan, mening nomimga rasmiylashtirilgan yer maydonini bir necha tergov surishtiruv organlari tekshirib va yakuniy xulosa qilib qaror qilib bergan. Bu yerda yer menga tegishliligini, uni sudga murojaat qilib egaligini tiklashi mumkinligini 17-yil 20-may, ya'ni bundan pasti 10 yil avval deydi. 10 yil avval. Endi qarang, shu bo'yicha biz sudga murojaat qildik, rad javobini oldik, yana qayta murojaat qildik, rad javobini olgandan keyin Xalqaro inson huquqlarini himoyalash Farg'ona vodiysini bo'limimizdan hujjat olib kelib, shu kadastrdagi hujjatlardan nusxa olganimizda bir narsaga hayratda qoldik. Bu yerda mana shu kadastr nimasi, bu yerda yana soxtalashtirish u Rossiyadagi odamga ontarib qo'yganda. Endi mana shu kadastr bilan mahalla faqat komitetining o'zida yana qayta davom etganligini guvohi bo'ldik. Ushbu holat aniqlangandan beri mana juda ko'p qonun idoralariga borib murojaatlar qilyapmiz, lekin bular Shahrixon tuman prokuraturasi bizni qabul ham qilmaydi. Bu narsalarni ko'rsatmaydi. Siz sudga murojaat qilingda mana shu bir xil javob beraveradi. Bu narsalarga hech kim o'rganmaydi. Mana bu yerda vasiyatnoma bilan qoldirilgan yer nimani noqonuniy yo'llar bilan buzishi vasiyatnomani. Demak, sizga o'z onangizdan vasiyat qilib qoldirilgan yerda buzishib, noto'g'ri ma'lumotlar berib, yana hujjatlar soxtalashtirishgan. Mana bu yerda tergov surishuv joyida ekspertiza xulosalari bo'lgan, bu yerda hujjatlar barchasi soxtalashtirilganligi aniqlangan. Lekin shunga qaramasdan, mana yaqinda yana bir sudga jo'natganimizda yerdan javob oldik, bu yerda noto'g'ri nimalar bo'lganligi. Ichki ishlariga qayta murojaat qilganimizda sentyabr oyida Ichki profilaktika inspektori Nosirjon Rahmonovga topshirildi. Xizmat safarida bo'lganim uchun advokatim qatnashgan. Advokatim yetarli fakt dalillar bilan topshirsa-da, u bergan dalil faktlarni biz bergan murojaatni menimcha bu ishga qo'shmasdan jinoyat alomati yo'q degan noto'g'ri javob bergan. Buni ishidan ovorgan ishidan men norozi bo'lib Shahrixon tuman prokuraturasiga, ichki ishlar bo'limi boshiga shu ish oborgan xodimimizni almashtirishini
shu ishni noto'g'ri bor ekanligini haqida murojaat qildik. Ichki ishlar vazirligiga murojaat qildim. Juda ko'p yerlarga qayta murojaat qilyapman, lekin meni murojaatlarim inobatga olinmasdan ishtirnoq bilan shu mahalla komitet va kadastr xodimlari jinoiy qilmishlarni bekitishib kelyapti. O'zlarining jinoiy qilmishlarini O'zlari, yashirish yuqori qonun maqsadida organlari sizlardan noto'g'ri iborat ma'lumot qilib har beryapti. xil ma'lumotlarni ham, ya'ni o'zini bevosita rahbarlariga yolg'on ma'lumotlarni taqdim qilyapti. Qarang, mana bu yerda menga 2014-yili davlat arxividan ma'lumot olganimda bizda 90-yilgi qarordan bor ilova qilingan ruxsatlar umuman mavjud emas deb yozma ravishda bergan. Meni qayta vaqtlar o'tkazib 2020-yili yana shu haqida ma'lumot olsak, bu yerdan xuddi shu gapni yozib qo'ygan. Hojimatov degan omrat. Endi mana bu yerda 24-yilga kelib turib, bu arxivdan hujjatlar kim topshirdi? Paydo bo'lib qolyapti bu hujjatlar. Keyin paydo bo'lib oldiniga 2 marta bersangiz yo'q deyilyapti. Yo'q deyilyapti, qarang, yo'q. 22-yilga kelib o'zini qarang, bergan javobini qarang. Moskva rayon kommunizm kolxozining 89-98-yilga uy-joy solish uchun ajratilgan nimalar bizda mavjud emas deyapti. Lekin shunday bo'lsa, Shahrixon tuman 90-yil 5-sonli qarorda ilova hujjatda o'naksoti deb endi 10 soti, 9 soti yer emasda ketyapti. O'naksotli yer mavjud deb yolg'on ma'lumot beryapti yana kadastr. Boshqa. Endi men davlat nimasiga kirib shunda haqida kim tomonidan topshirildi? Bu hujjatlar davlat arxiviga qanday kelib qoldi? Axir davlat arxivida topshirilgan narsalar reyestr kitobidan o'tish kerak. Kimdir bunga pul to'laydi, keyin saqlanadi desam, boshliq Baxtiyorjon Hasanov bu haqida hech qanday ma'lumot yo'q bizda deydi. Kim topshirganligini bilishmas ekan. Bilinmaydi. Registratsiya nimasi yo'q ekan ularda. Viloyatda arxiv boshlig'iga murojaat qildim. Yana boshqalarga murojaat qildim, bular ham to'g'ri ma'lumot bera olmayapti. Faqat uni gaplariga asoslangan holda sizga javob qaytaryapti. Javob qaytarisholmayapti. Hatto javob ham qaytaradi. Viloyatda boshlig'i keldi, bir-birini o'rganib turib, o'zi aytdi, haqiqatda reyestr kitobga registratsiya bo'lingan narsalar saqlanadi. Bunga pul to'lanadi deb turgandi. Shunda kimdir hokim chaqiryapsiz deb odam chaqirib ketdi. Shundan keyin aka bu narsani biz nima qilolmaydik, bu qayerga kelib qolganini biz bilmaymiz deb javob qilsam bosh tortib qochib ketdi u ham. Sharxon tuman hokimi chaqirgandan keyin borib kelgandan keyin o'zgardi uning ham fikri. Oldin nima bo'ladi? Mana otamdan qolgan 1568 soti yerda vasiyatnoma meros taqsimlanib bo'lgan. Gazetalarga e'lon berilgan. Kerak bo'lsa 1 oy 2 oy emas, 5 oy ham kutdik. Merosxo'rlar qayerda bo'lsa ketib o'z merosini olsin. Bizdan bo'lib bo'lmasin deb. Shu turli bahonalar bilan so'rashib boradi. Oxirini onam qaraydi. Bular o'yladigan nima onaxon olamda o'tsa bir nima bo'ladi deb o'ylar shekilli. Ki adliga bordim. Bu sizlarda qancha murojaat nima qilinadi? Men amanda qo'ygan bu notarius nima qilmaydi desa, telefon qilib, olmaganlarga meros qismini ajratib qolganini bermaysanmi? Nimaga cho'zyapsan degandan keyin bizga undan 8% onamga o'tdi. Men bilan singlim ham berdi, undan 8% onamga o'tdi. 2% bitta akam rahmat o'tib ketgan marhum akam farzandlariga, Tashukam Jabborramga qoldi. Bular o'z merosini hozirgacha olgan yo'q. Endi qarang, bu bundan keyin onam olamda o'tgandan keyin vasiyatnoma oydinlashadi. Bu vasiyatnoma bo'yicha menga kadastrga olib kelib, bular hujjatlar topshirgandan keyin menga kadastr hujjat qilib berishgan. Men xuddi shu vasiyatnoma, shu kadastrdan bergan hujjatlarni ilova qilib mana bunaqa guvohnomalar ham berishgan. Mahalla fuqarolar yig'ini Rahimov avtomatlarga borib, otamni, onamni nomida yerni o'chirtirib, men nomga o'tganligini yozdirib qo'ygandim, xo'jalik daftariga. Hozir shu xo'jalik daftari Ko'ptepa MF raislari yangilagan, bu ishga yaroqsiz bo'libdi. Buni arxivga topshirdi deb yangilab turib, meni o'zimni nomidagi 10 sotlik yerimni ham 9 sotlik qilib ko'rsatishib, xo'jalik daftari ochishgan. Lekin bu yerim qayerdaligini birov shu kungacha menga oydinlashtirib bera olmayapti. Yo'q qilish bo'lgan. Buni noqonuniy yo'llar bilan ukam nomiga rasmiylashtirib, ularni jinoiy qilmishlarini bekitishgan. Bu to'g'rida juda ko'p nimalarga aytdik. Hattoki prokurordan marsda bo'ldik. Prokuratura ham xohlaganinga bormay shu javobim deb qonuniy ko'rberishdan bosh tortib kelgan. Buni ichida bir necha jinoiy ishlarni ham bekitib keldi. Uni ham respublikaga, boshqaga chiqib, oydinlashtirib, qisman bo'lsa ham adolat ro'yobga chiqardik. Meni qiziqtirgan narsa Shahrixon tuman prokuraturasi ichki ishlar xodimlari O'zbekiston Respublikasi prezidentiga, davlat qonunlariga emas, Shahrixon kadastriga va mahalla komitetiga bo'ysunishi meni juda ajablantiryapti. Endi qarang, mana yerda tergov surishtiruv ishlari ketayotgan vaqtda Shahrixon tuman hokimi Hikmatullo Dadaxonov nomiga bitta ariza rasmiylashtirgan, ariza juda ko'rimsiz holatda ekan. Lekin bu arizada hech qanday hujjat ilova qilinmagan. Faqat nimani o'zida? Ariza, bitta quruq ariza berilgan ukam nomidan. Bu yerda tergov jarayoni ketayotganda
Shahrixon tuman hokimi Hikmatullo Dadaxonov qaror qabul qilgan. Ha, tergov jarayonida Nizoli tergov bo'layotgan qaror chiqarishga qonuniy huquqi bormi buni? Bu bir narsa asos qilish kerak-ku bu narsaga. Lekin hech qanday asossiz imoratlarga mulk huquqini tasdiqlashni rad qilish haqida qaror chiqargan. rad qilish haqida. Moskva rayon kommunizm kolxozidan berilgan 90-yil 19-iyuldagi 5-sonli qarorga Shahrixon tuman hali mavjud bo'lmagan Shahrixon tuman Yangiqova jamoat xo'jaligidan Ukam Jabborov nomiga qaror qabul qilish, qarordan ko'chirma qabul qilishgan. Ko'chirmada yer maydonlari bo'yalgan, buni bunday odam ham ko'rish mumkin. Ular bilib ko'rib turib, ular qasddan meni obro'sizlantirishga, meni qonuniy huquqimni o'sha ukangizga lekin uzr, gapingizni og'zidan olyapman. Yer berilganmi ukangizga? yer berilmagan, nomida eshitdim yo'q, otamning Prosta ukangizga dedingiz, o'tib ketgan ukangizga, hali olamdan o'tgan ukangizga bormi? Ukam bor bu ukam. Olmagan ham Ular yerlar. endi hali jinoyatni o'zi aslida buni ukam emas, ukam Rossiyada bo'lgan. Men ham Yevropa davlatlarida xizmat safarida bo'lganda, ukamning xotini Jabborova Nodira, dadasi marhum Jabborov Obazali va akasi Jabborov Baxtiyorlar bilan sotishib o'rgan bu yerda, bizdan bir so'ramasdan. Men shunga ariza berib, o'zlariga birinchi ogohlantirdim, yaxshi ish qilmabsizlar. Biz Qudanda odammiz, bu putur yetkazadi, oliy ma'lumotli, savodli odam bo'lsalar-chi, qo'lingdan kelganini ber, ukangga berganimcha ukannikida u deb shuni nima qilib turib, soxta hujjatlar tayyorlashib sotib bergan yerda tekshirish surishtiruv ishlari obora qattiq xizmatlar soxtal chiqqan, aniqlangan. To'xtatilgan o'sha. To'xtatilgan. Lekin yana davom etib kelyapti. Bularda ishini shunday bo'lyaptiki, men hayron qolyapman. Qonuniy haq huquq talab qilsa, menga nisbatan turli bo'xtonlar uyushtirishib, menga jarimaga tortish sud orqali turli bahonalar nima qilishyapti. Lekin ularni jinoyat qilmishlari tish tirnoq bilan bekitishga urinyapti. Mana daji arxiv hujjatlari, davlat soliq hujjatlari, xo'jalik daftarlarini o'zgartirib yuborish bu kim qo'lidan kelyapti ekan? Shu darajada qat'iy qo'riqlanishi shart bo'lgan hujjatlarni o'zgartirib yuboradigan darajada kuchli. Kim bu kuchli odam? Meni ajablantirgan shu. Bu to'g'rida biz xalqaro nimadan kelib tekshirdik. Bitta men emas. Mana xabaringiz bor, oldin yoritganmiz. Mahalla fuqarolar yig'inida mahalla guzaruchi atrofdagilarda ham xuddi shu holat. Merosimiz davlat ro'yxatidan noqonuniy o'tgan. Bu to'g'rida juda ko'p yerlarga murojaat qildik, lekin xalqning murojaatini birov inobatga olmadi. Tuman hokimi o'zini video chiqishida ijtimoiy tarmoqda haqiqatan shunaqa bo'lgan, to'g'ri talabi, buni sudga beramiz deb sudga xalqni aralashtirishmadi. Men o'zim qatnashib va borib aytganman, murojaat qilganman. Yurisi borib, hech qanday xalqning masnaq bu yerda Hoshimov ilohini o'tkazib berdi. Endi bitta narsa ajablantiradi meni ishtimni. Mayli bu yerda bersin. Yerda ham egasiga berishga deb betda avvali betda chang bostiralik holatxonaga aylantirmasdan bitta bir ishlab chiroyli qilib, obodonlashtirish, odamlarga ish bilan ta'minlaydigan. Lekin shu joyda hozir egallab olib, yer meniki deb mana kolxoz garajini shaxsan o'zim so'raganman. Hikmatullodan bering chetda, men chetdadim. Ish tonna yarataman. 100 tonna bir kunga un zavod bor, 100 tonna un olib keladi. Hech narsa kerak emas. Unni, bug'doyni ham o'zim ta'minlayman. Hamma narsani o'zim qilaman. Farg'ona va hozir qozog'istonlik do'stlarim yordam qilamiz, joy topib beramiz deyapti. Investor taklif qilaman debsizda. Desam, yo'q, bo'ldi, sizga beramiz deb turib, yo'q, bermadi. Shu bola oldi. Men mayli oldi. Shu yerda hech nima o'zgargan yo'q. Shunday turibdi-ku. Ya ish jo'ni yaratildi deydi, boshqa narsa. Birov bunga qiziqmayapti. Lekin prezidentimiz ish jo'ni yarat, boshqa qilib jon ko'taryapti. Bitta ish o'rin yaratgan tadbirkorni boshimga ko'taraman deyapti prezidentimiz. Lekin bular unda xalqning ishonchi yo'qolib qolyapti mana prezidentimizga, davlat qonunlariga. Chunki rahbarlar o'zlari shunga qarshi chiqaveryapti bu yerda. Shuning uchun men shu iltimos bilan kelgandim. Shu narsalarga bir yordam qilib, adolat ro'yobga chiqsin deyman-da. Menga u yeri emasmi, adolat. Nima uchun biz endi xalq uchun qonuniy nimalarni talab qilsak-ku, xalqning manfaatini himoya qilsak, bizga qarshi qilib, bizni xalqqa yomon ko'rsatish, bizni xalq bilan teskari qilishga urinayotganiga sababga men qonun ustuvor davlatda yashayapmiz aka. Arxivlarni o'zgartirib yuboradigan darajada, reyestr kitoblarini o'zgartirib yuboradigan darajada bo'ladigan bo'lsak, ertaga odamlarni uyini ham bular indamay olib turib, o'zlarining nomiga qilib turib, qarorni chiqarib turib, hamma arxivni o'zgartirib, endi to'g'risini aytaman, menda ham xuddi shu holat bo'lgan, yerimda bosh vazir Aripov podarka qilgan yerimdagi protokolni o'zgartirib yuborish imkonlarini ko'rganman. Chunki menda asl protokol bor, men uni hech kimga ko'rsatmaganman. Lekin ular o'zgartirib yuborgan variantini oldim. Ko'rib, to'g'risi hayratdan yoqa ushladim. Endi to'g'ri tushuninglar, hurmatli rahbarlar. Men masalan sizlarni nima qilishman, Shavkat Miromonovich, siz olib borayotgan siyosatingiz har kuni ko'rib, har kuni xursand bo'lib, eshitib, majlislarni ko'rib va yuqori turuvchi organlar
o'sha sudlarimiz, prokuraturamiz, senatlarimiz, Oliy Majlis Qonunchilik palatamizni harakatlarini ko'rib turibmizda yaxshilik bo'ladi deb o'ylayapmiz-ku, lekin yuqoridan pastga tushib borgan sari o'sha ijroning, o'sha buyrug'ning kuchi nafaqat yo'qolib ketayotgani va eng pastdagi ijrochilar qo'rqmaydigan darajaga borib qolgani, yolg'on ma'lumot bera olishi, yolg'on soxtani ko'rsatib turib, yo'q bu odam yolg'onchi, men sizga to'g'ri gapiryapman deya oladigan darajaga keldi. Ko'zni ochmasa bo'lmaydi. Sizlarni aldayapti. Biz mana bizni yolg'onchiga chiqarishar, bizni mana Soljon akani yolg'onchiga chiqarishayotgandir, tuhmatchiga chiqarishayotgandir, yozuvchiga chiqarishayotgandir. Bularga oddiy hol bo'lib qoldi, chunki o'zimga ham xuddi shunday qilishadi. Lekin biz yurt farzandi bo'lgan holda shu yurtdagi xalqni rizoligi yo'lida olib borayotgan siyosat agar haqiqatdan prezidentimiz aytayotgan gaplar, qilayotgan islohotlarining hech bo'lmaganda 50% bajarilsa O'zbekistonimiz gullab yashnab ketadi. Lekin 50% emas, umuman bajarilyaptimi degan savol qolib ketyapti. Lekin yomon tarafi ijrochilarning shu qilayotgan qilig'i aslida dushmanlik. Sizlarga nisbatan xalqni sizlarni olib borayotgan ishlaringga nisbatan xalqning nafratini qo'zg'atish, sizlarga nisbatan ishonchsizlikni uyg'otish, sizlarni harakatlaringga nisbatan xalqda bore bular gapirib qo'yaveradi, lekin manadan sekin o'zlari keyin qo'yaver, qilmay qo'yaver, aldab qo'ysang bo'ldi deydi deb ishonch uyg'otib qo'yish emasmikan? Iltimos ko'zlaringni ochinglar.